Yaşar iken sizden minnettarçılığımız cheksiz. 5 yıl mashaqqatli mehnatingiz uchun, 5 yil davomidagi bayramlar uchun, farzandlarimizga bergan ta'lim tarbiyangiz uchun rahmat aytgimiz keladi. Mana xayrlashish oni ham yetib keldi. Aziz bolajonlar, e'tibor bergan bo'lsangizlar, xonaingizdagi lensalar chiroyli, rangi har xil, yorqindir. Bu sizlarning boshlang'ichdagi olgan turli his-tuyg'ularingizdir. Bu his-tuyg'ular mana shu lensalar bilan sizlar o'rta pog'onaga olib ketasizlar. 5 yil muqaddam maktab ostonasiga kelganlaringizdan juda kichkina edingizlar. Sizlarni birinchi ustozingiz kutib olgan edi. Mana bugun bo'ylaringiz ham o'sib, boshlang'ichni bahonani tugatish arafasidasiz. Sizning qo'lingizga qalam ishlatgan, ilk harfni tanitgan ustozingiz bilan xayrlashish oni ham yetib keldi. Biroq ilk ustozingiz bilan aloqangiz 10 yil o'tsa ham, 40 yil o'tsa ham uzilmaydi. Mana shu lentani olganda doim ustozingizni boshlang'ich ta'limni eslab yuring. Topligimiz qiynadi biroz. Siz boshlang'ich ta'lim ustozi